Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Sizlarni Destin YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu birinchi video YouTube'ga qo'yilayotgani shu bois choraklar nazariyasiga kirish, ya'ni bozor strukturasining haqiqiy jarayoni nom ostida bir prezentatsiya qilishga qaror qildim. Va bu prezentatsiyada sizlar choraklar nazariyasi albatta kim tomonidan olib chiqilingan, qanaqa treyder o'zi, choraklar nazariyasi nimalardan iborat va u nimalarni o'zini ichiga oladi degan savolga javob topasizlar. Hop. Kelinglar boshlaydigan bo'lsak, albatta kim tomonidan olib chiqilgan savolga javob topsak, choraklar nazariyasi 2023-yil Trader Day tomonidan taqdim etilgan va bu choraklar nazariyasi mentorshipi 2024-yilda bo'lib o'tgan. Trader Day amerikalik treyder ko'pchilikni e'tiboriga tushgan va 2024-yilda o'zini birinchi mentorshipiga start bergan. Hop, bu mentorshipda o'rtoqlar 12 oy davomida bo'lgan, ya'ni 1 yil, 111 dan ortiq video darsliklar, bozor harakati talqini tushuntirish videolari, onlayn savol-javoblar bo'lib o'tgan va bu mentorshipda men ham qatnashishga qaror qilganman va 1 yil mobaynida o'qib, o'zimga kerakli hamma tushunchalarni, hamma darsliklarni oldim. Hop. Men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, 2023-yil yoz oylaridan tradingga e'tiborimni ko'proq qaratishga qaror qilganman va ICT konseptlarini o'rganishga kirishganman 2023-yil yoz oylarida. 2024-yilga kelib quarterly mentorship, ya'ni choraklar nazariyasi mentorshipi a'zosi bo'ldim va 12 oy davomida bo'lib o'tgan bu mentorshipda ya'ni mentorship bitiruvchisiga aylandim. Va 2025-yildan o'zimni shaxsiy mentorshipim va Trade the Trade, ya'ni Triple T nomi ostidagi jamoa asoschisiman. Telegram, Twitter, Instagram va mana YouTube kanalimni yo'lga qo'ydim. Bulardan maqsad, Xudo xolisa sizlarga bu nazariya haqida tushuntirish videolari, kerakli ma'lumotlar berishda davom etaman. Hop. Endi kelinglar, kim uchundir qiziq bo'ladi, kim uchundir qiziq emas. Balkim bu statement, ya'ni 12 oy davomidagi shu choraklar nazariyasida Day tomonidan bo'lib o'tgan mentorshipga ya'ni to'langanlik haqida statement. Kimdir qiziqadi bu narsaga, kimdir qiziqmaydi, kimgadir kerak mana shu narsa, ya'ni ishonch hosil qilish uchun. Endi o'rtoqlar, главный temaga o'tamiz, ya'ni choraklar nazariyasi nima va bu nazariya nimaga asoslanadi? Hop, choraklar nazariyasi bu vaqtlarni choraklarga bo'lish va choraklarni ham to'rtga bo'lish orqali analiz qilish uslubi narx harakatini eng yuqori va eng pastki nuqtalarini topishda yordam beradi va bozorlararo strukturalarni buzilishi, ya'ni forex marketi, index futures market, bond marketlari bor, bilamiz. Shu uchta asosiy bozorni ya'ni bir-biriga solishtirilgan holatda analiz qilish uslublarini beradi, ya'ni bulardan foydalanish, qanaqa foydalanish kerak, shu haqida o'rgatadi. Hop, choraklar nazariyasi nimalarni o'zini ichiga oladi? Главный temalardan bular 7 tasini men tanlab oldim. Hop, birinchisi, ya'ni sequential SMT. Bu choraklar orasida hosil bo'ladigan SMT. Ko'pchilik men social mediada o'tirganimda kuzataman, SMT deb oladigan highlar yoki lowlar biz bilamiz, ya'ni
korrelyatsiya bor marketda, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, yevro, pound bir xil yo'nalishda yuradi va dollar indeksi ularga qarshi naborot yo'nalishda yuradi. Aynan o'shalar orasida bo'ladigan SMTda, ya'ni yevro va pound orasida hosil bo'ladigan highlarda, ya'ni yoki lowlarda SMT bo'ladigan bo'lsa, undan foydalanib market o'zgaradi, ya'ni holati o'zgaradi degan ideya olinadi va o'shandan foydalanib trade qilinadi. Lekin SMT sequential SMT bo'lmaguncha bozor o'zini yo'nalishini o'zgartirmaydi. True opens ikkinchisi, ya'ni haqiqiy ochilish nuqtasi. Hop, haqiqiy ochilish nuqtasi o'zi, masalan, aytaylik, New York sessiyasi keldi va New York sessiyasi 7:30 da ochiladi. Haqiqiy yana hafta ochilish nuqtalari bor. Bu dushanba kuni soat 18:00 da haftani haqiqiy ochilish nuqtasi hisoblanadi va bu o'zi ochilish nuqtasidan maqsad bizaga premium yoki discount haqida ma'lumot beradi. Hidden sequential SMT, ya'ni bu berkitilgan SMT, bu albatta faqatgina dumlari orasida hosil bo'ladigan emas, vaholanki shamlani badanlari orasida hosil bo'ladigan SMT. Intermarket sequential SMT boya aytib o'tganimizdagi forex, index futures yoki bond marketlari orasida hosil bo'ladigan bozor strukturasining buzilish jarayoni. Precision swing point PSP deb aytilinadi. Shamla orasidagi buzilish, ya'ni biza sequential SMT deganda bilamiz, choraklar orasidagi SMTni aytamiz, lekin bir donagina shu candle deydi, ya'ni sham orasidagi buzilish holatlari ham bo'ladi bozorda. Korrelyatsiya yo'qolishi. Va 3-6-9 teoriyasi bu aytaylik ikkala yo'nalishda hosil bo'ladigan sequential SMTlar ko'rib qoladigan bo'lsak, aynan qaysi biri ustunroqlik tarafini ko'rsatib beradigan teoriya. Va 7-si albatta bu choraklar nazariyasini o'zini modellari bor. O'shalarni o'z ichiga oladi. Xo'p, sequential SMT haqida ko'proq gapirmoqchiman va tushuntirish berib ketmoqchiman. O'zi choraklar nazariyasi bizada, umuman bizada emas, butun dunyoda bu yangi teoriya. Hali ko'pchilik o'rganib ulgurmagan teoriya. Bizada ayniqsa, men o'ylaymanki 90% dan oshiq hali treyderlar bu haqida bilmaydi, ya'ni bu teoriya haqida. O'shaning uchun sizlarga sequential SMT nimaligi haqida ko'proq ma'lumot berib ketmoqchiman va kichkina sikldan boshlaylik, ya'ni sikl. Ko'rib turibmiz, pastda bokslarni chizib qo'yganman va shular bilan ya'ni tushuntirishga harakat qilaman. Microcycle 1 minutlik time frame. 90 minutlik cycle 5 minutlik time frame. Daily cycle 15 minutlik time frame. Endi aynan mana shu 3tasiga e'tibor berasizlar. Daily cycle degani kunlik sikl, ya'ni bir kunda 4 ta sessiya bor bilamiz. Osiyo, London, New York ertalabki va New York obeddan keyingi sessiyalar. Pastki bokslar, pastdagi katta bokslarni sessiyalar deb olaylik. Ya'ni birinchisi Osiyo sessiyasi, ikkinchisi London, uchinchisi New York va to'rtinchisi New York obedgi sessiya. Endi 90 minutlik siklga o'tadigan bo'lsak, bu 5 minutlik time frame. 90 minut cycle, ya'ni daily cycle ichida hosil bo'ladigan cycle. Aytaylik, Osiyo sessiyasi bor. Osiyo sessiyasida 90 minutlik cyclelar bor, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi. Bu 5 minutlik time frame'da qaraladi. Ya'ni har bir sessiyani ichida yana sessiya mavjud bo'laveradi.
Microcycle degani shu 90 minutni ichida hosil bo'ladigan yana 4 ta cycle. Ko'rasizlar va bozor aynan o'shalarni orasida hosil bo'ladigan sequential SMT dan foydalanib biza ya'ni trade qilamiz. Weekly cycle bir soatlik time frame, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba. Juma kuni odatda trade qilinmaydi, chunki bu 5-chi cycle. Endi daily cycle va 90 minutlik cycleda tushuntirganimdagi weekly cycleda ham xuddi shunaqa tushuntiraman. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba. Va har bir kunni o'zini ichida 4 ta sessiyasi bo'ladi degan narsa bu. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi va shu qatorda keyingi cycle ham, ya'ni monthly cycle haftalar orasida hosil bo'ladi, ya'ni oyi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi haftasi. Yearly cycle degani bu yillik sikl, ya'ni 12 oy bo'ladigan bo'lsa, 3 oydan to'g'ri keladi. Ya'ni 1-chi, 3-chi oylik, 2-chi, 3-chi oylik, 3-chi, 3-chi oylik va 4-chi. Общий 12 oy bo'ladi. Quadrennial cycle bu 4 yillikni bir cyclega aylantiradi. Ya'ni aynan shu boks ichida 4 yildan iborat, 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi yil. Va bu albatta monthly cycleda ko'rinadi. Endi o'rtoqlar, gap isboti bilan kelinglar. Shu narsani sizlar bilan Bitcoin chart ekan, ya'ni kriptovalyuta. Shu haqida gaplashamiz. Qanchadan beri aytib kelinadi bu narsa? Ya'ni Bitcoin yearly cycleda. Bu nima degani? Bu ya'ni yillikni 3-chi va 4-chi sikl orasida hosil bo'lgan SMT mana. E'tibor bersanglar, hop. Avgust oyi va oktyabr oyi. Oktyabr, noyabr, dekabr bu yilni oxirgi 4-chi sikli. Bu yog'i bo'ladigan bo'lsa 3-chi sikl. Shular orasida sequential SMT bo'lgandan keyingina, mana e'tibor bersanglar, Ethereum yilni 3-chi choragini yecholmasligi, lekin Bitcoin yilni 3-chi siklini buzib o'tishi natijasida hosil bo'lishi va narxi pastga qarab olib ketayotganini ko'ramiz. Xo'p, bu katta, ya'ni cycle bo'lgani uchun e'tiboringlarni qaratmayman, lekin kelinglar bu oyga, ya'ni dekabr oyini 1-chi haftasi haqida gaplashsak, dekabr oyini haligacha eng yuqori qismi sequential SMT bo'lib turibdi. Bu qanaqa? Indikator yopib olamiz va boya aytganimdek, mana weekly cycle deydi-ku, hafta kunlari orasida bo'ladigan sequential SMT va xuddi shu narsa mana bozor holatida tushuntirib beraman. Hop. Dushanba kuni, seshanba, chorshanba va payshanba, juma kuni. Bu bir haftalik. Bir hafta mobaynida. Shu hafta mobaynida narx consolidationga tushgan. Lekin shunga qaramasdan seshanba va chorshanba kuni orasida sequential SMT holatini ko'rib turibmiz. Ya'ni seshanba kungi eng yuqori qismini
Ethereum'da buzilishi, lekin Bitcoin'ni qaraydigan bo'lsak, seshanba kuni, chorshanba kungi narx harakati buzolmasligini va aynan o'shandan keyingina narx pastga qarab tushib ketayotganini ko'ramiz. Bu hafta mobaynida hosil bo'lgan harakat dushanba kungi price actionga qaraydigan bo'lsak, sizlarga ya'ni yillik sikl tushuntirdim, haftalik sikl tushuntirdim, endi daily ya'ni kunlik siklni tushuntiraman. E'tibor bersanglar, Osiyo, London, Nyu-York va Nyu-York obyektiv sessiyalari belgilangan va narxda aynan o'sha dushanba kuni Osiyo sessiyasidan London sessiyasiga kelganda narx Bitcoin'da buzolmasligi, lekin Ethereum'ga qaraydigan bo'lsak, narxi buzib o'tishini ko'ryapmiz. Va shundan keyingina dushanba kuni pastga qarab tushib ketgan. Ya'ni Nyu-York sessiyasida. Va bu tushish boshlanishidan oldin ham 90 minutli sikl yaratilgan, ya'ni hosil bo'lgan. 90 minutli sikl 5 minutli time frame'da qaraymiz. 5 minutli time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 5 minutli time frame'ga o'tadigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi mana shu to'rtta sikl bu bizada Nyu-York sessiyasi. Va Nyu-York sessiyasida 90 minutlik holat kuzatilgan, ya'ni Bitcoin'da ikkinchi Nyu-York sessiyasini ikkinchi, uchinchi cycle orasida bizada sequential ascendingimiz bor. Ko'rsanglar, nimada gap ketayotgan, SMT qanaqa aniqlanadi, haqiqiy SMT, sequential SMT qanaqa aniqlanadi. Va aynan mana shu dushanba kungi narx harakatini pastga qarab ketishi ortida aynan shu SMT yotadi. Birinchisi albatta bu Osiyo va London sessiyasi orasidagi sequential SMT, ikkinchisi Nyu-York sessiyasini ikkinchi va uchinchi sessiyalari saykllar orasida hosil bo'lgan SMTdan keyingina narx pastga qarab, ya'ni $2000gacha, почти $3000gacha tashlab olgan, 89900 dan 89900 dan dushanba kuni o'zida 85000ga, почти $5000ga tashlab olgan narx. Xo'p. Forex market haqida bu hafta unaqa yaxshi harakat ko'rmadim. O'shaning uchun nima deya olmayman. Bor bu yerda hidden sequential SMT'lar yoki boshqa marketlar orasidagi buzilish holatlari bor. Mana tushuntiradigan bo'lsam, hozir birinchidan ko'p vaqt ketib qoladi, ikkinchidan bu alohida tema, alohida darslik hisoblanadi bu narsa. Hop. O'rtoqlar, endi indeks haqida ham gapirib o'tadigan bo'lsak, indeks haqida bu hafta mobaynida hosil bo'lgan SMT, ya'ni seshanba va chorshanba kuni orasida hosil bo'ldi. E'tiboringlarni aynan shu ikkita boksga qaratishlarni so'rayman. Birinchisi, ya'ni ikkinchi boks va uchinchi boks, ya'ni bu seshanba va chorshanba kunlari orasida. Endi e'tibor beramiz. Seshanba kungi eng yuqori qism aynan mana shu yerda. To'g'rimi? Bu Nasdaq haqida ketyapti. Chorshanba kunga kelib Nasdaqda seshanba kunini eng yuqori qismini oldi.
ya'ni yechdi tepaga qarab buzdi. Lekin S&P ga qaraydigan bo'lsak, chap tarafdagi chap chorshanba kungi bozor holati seshanbani buzolmasligi va xuddi shu bilan, ya'ni Dow Jonesda seshanba kungi bozor eng yuqori harakati chorshanba kuni tomonidan buzilmasligi natijasida narx o'zini harakatini pastga qarab tashlab yubordi. Chorshanba kungi bozor harakati va bundan biza foydalandik. Ya'ni sell pozitsiyasini gruppaga tashlaganman kanalga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Aynan shu analiz sababli biz sellga kirganmiz. Ya'ni bu weekly cycle sequential SMT deb aytiladi. Ya'ni hafta kunlari orasida hosil bo'ladigan sequential SMT. Xo'p, o'rtoqlar, kirish qismi, ya'ni choraklar nazariyasiga kirish qismi haqida sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Xudo xohlasa 26-yilgi planlarim shu berilgan ma'lumotlar haqida darsliklar chiqarish va sizlarga bu yangi teoriya haqida ko'proq ma'lumot yetkazish. Xudo xohlasa sizlar bilan yana keyingi video darslarda ko'rishamiz. Vaqtinglarni ayamasdan ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Albatta Telegram, Twitter, Instagram kanallari bor. Hammasi Destined Trader nomi ostida. Hop, videoni pastiga qo'yib qo'yaman hamma linklarni, o'tib follow qilib, albatta bu videoga like, comment va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha joninglar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat.